Faqat endi yangilik va haqiqiy bayslar mujiklarning jangini endi bu yerga kuzataveradilar. Xolasa yangilik kutib qolinglar nasib bo'lsa. Xudo xolasa faqat yangilik bo'ladi. Tez kunda juda katta yangilik kutib olasizlar. Haqiqat egiladi, bukiladi, aslo sinmaydi. Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon. Ey do'stlar, o'sha ba'zi shirinlarga aldanib qolgan yomon. Dimash Brat bilan xudo xolasa yo'lga chiqdik. Ketamizmi aka? Aka bosdikmi? Bosamizmi? Aka bilasizmi? Bir hafta oldin post qo'yganimizdan bizda yangilik kutinglar degandik aka. Bizni qaddimiz yerga bukilib qolmaydi inshaalloh. Xolasa yangilik kutib qolinglar nasib bo'lsa. Xudo xolasa faqat yangilik bo'ladi. O'sha yangilikda o'zingiz aytmangda aka, shu like, kommentariyani bomba qilgan odamga bitta sovg'a ajrating aka. Aka, nima desangiz shu. 1 milliondan 5 million, 10 milliongacha sovg'alarni addushi yurakdan tarqatamiz. Kommentda faqat yozib qoldiring, biz qayerga ketyapmiz va kimning oldiga ketyapmiz. Sizlarni barchalaringizni yaxshi ko'ramiz. Aktivni esa portlatib, xudo xolasa Lider Avtocity'dan, Dimash Bratdan faqat bu yerga yangilik kutib olasizlar. Aktagonda ham aytgandim, tez kunda yangilik bo'ladi deb. Tez kunda juda katta yangilik kutib olasizlar. Bu yerga endi faqat yangilik, bu yerni sindiramiz jigarlar. Omad hammaga. Kattakon rahmat hammaga. Yangilik kutinglar. Yangilikda bombasi bo'ladi. Akam aytganda like, podpiskada kim g'olib chiqsa, akam aniqlasa, akamdan, mendan addushi sovg'a bor. Aka ketdikmi? Ketdik. Ko'ksida bo'ronlar tinadi demang, birovning tulporin minadi demang, bir kuni yiqilib sinadi demang, sinmaydi yigitning mardi sinmaydi. Ko'ksida bo'ronlar tinadi demang, birovning tulporin minadi demang, bir kuni yiqilib sinadi demang.